Qarshingizda hammamiz biladigan oddiy Minecraft qishlog'i. Oddiy deyishga shoshilmang, chunki tun tushishi bilan bu qishloqda haqiqiy xaos boshlanadi. Bugun esa men shu qishloqni shu la'nati moblardan tozalash uchun keldim. Mening maqsadim shu qishloqda bir tunni o'tkazish. Agar bu mod sizga kerak bo'lsa va o'zingizning telefoningizga yuklab o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring va videoni oxirida qayerdan yuklab olish kerakligini ko'rib olasiz. Kanalga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, videoga esa like bosing. Biz esa qishloqqa ketdik. Va obunachilar, biz shu yerda spawn bo'ldik va ko'rishingiz mumkinki, bizda mana bunaqa kitob bor ekan. Bu yerda mana bu moblarga bir qarang, o'zgarib ketganiga siz bir qarang. Har bir mob har xil evolyutsiya, ya'ni qanaqadir horror evolyutsiyaga ega. Tushunyapsizmi? Darja mana bunaqa Minecraftda yo'q bo'lgan moblar ham bor ekan. Wow, mana bunga bir qarang. Okay do'stlar, obunachilar, biz o'zimizga o'zimiz spoiler qilib qo'yamiz. Bizga mana bunga bir qarang. Mana bu tomonda ham bizda qishloq bor ekan va mana bu tomonda ham prosta jackpot. Okay. Hozir biz oddiy bitta qishloqqa boramiz va sekin survival qilishni boshlashimiz kerak. Bizga tun tushishi bilan sirazi zudlik bilan hamma moblar o'zgarishni boshlashadi. Shuning uchun biz ulgurib qolishimiz kerak, kuchaya olishimiz uchun. Mana bu yerga qarang. Bu yerda oddiy qishloqlar yuribdi, ammo kuch tushishi bilan u qishloqlar hammasi juda ham o'zgarib ketadi. Xo'sh, mana bu yerda sandiq bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda sandiq yo'q ekan. Boshqa uyda sandig'ini qidiramiz. Qani nima bor bu yerda? Bu yerda ham yo'q. Esimizdan chiqib ketyapti. Biz spawn point qo'yib qo'yishimiz kerak. Va bu yerda ham yo'q. Bu yerdachi? Yo'q, bu yerda ham. Qani, bu yerda ham yo'q. Aytgancha biz o'zimizga axir boshlang'ich resurslarni yig'ib olishimiz kerak, ya'ni tosh aslahalar va shunga o'xshash narsalarni yig'ib olamiz. Okay, obunachilar, biz o'zimizga kerakli bo'lgan boshlang'ich narsalarni yig'ib oldik. Nima deyapti men? Lotop lives the game. Kim u Lotop? Okay, mana bu yerda bizda mana bunaqa pichan bloklar bor. Bularni ham olamiz va o'zimizga non qilib olamiz. Endi esa undan non yasaymiz. Ana 51 ta non hozircha yetadi albatta. Menimcha obunachilar, men tayyorman. Ya'ni qorong'i qilsam ham bo'ladi va qorong'i qilishim ham shart emas ekan. Mana bunga bir qarang. O'zi qorong'i bo'layapti. Ya'ni kech tushayapti. Biz esa уже tayyormiz. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin golemlar bor. U golemlarni hozir men o'ldirib temir aslaha, ya'ni o'zimga nimadir yasab olsam bo'ladi, lekin yo'q, men golemlarni o'ldirmayman, chunki bu golemlar menga qarashishi kerak. Aytgancha men o'zimga fakel olayman. Mana bu qishloqda axir fakellar bor. Siz ovozni eshitdingizmi? Siz ovozni eshitdingizmi? Bir bala qo'rqinchli ovozlar chiqyapti. Men shu yerda jim o'tiray. Tun oxirigacha tushib olsin, ya'ni quyosh oxirigacha botib, oy chiqib olgancha shu yerda kutib o'tirib turamiz. Aytgancha obunachilar, agar bu mod sizga kerak bo'lsa, mening Telegram kanalimdan yuklab olsangiz bo'ladi. Videoni albatta oxirigacha ko'ring va Telegram kanalim qayerda ekanini bilib olasiz. Okay, bizda tun tushdi menimcha. Tun tushdi obunachilar. Mana bu tumanga siz bir e'tibor bering. Moblarning yig'layotgan ovozlariga e'tibor bering siz. Biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz spawn point qo'ygan edik. To'xtanglar, baribir uyga kirib turaylikda hozircha. Obunachilar, men qanaqadir kichkina bolacha yig'layotganini eshityapman va kimdir ustimdan juda kulayapti. Qani, bu oddiy sigir, to'g'rimi? Bu oddiy sigir. Biz qo'rqinchli moblarni qidirishimiz kerak. Qani, kim bor ekan? Okay. Mana bu yerda, mana bu qishloqlarga qarang. Nima bu? Okay. Biz nayzatib qolamiz. Biroq nima gap? Qoch! To'xtanglar. Nimaga zombi bunga teginmayapti? Orqamdan kelyapti bu. Nayzani olamiz. Qoch! Skelet yerda tagidan chiqib keldi. Ko'rdingizmi? Ana o'ldirdik. Biroq nima gap? Sizga ham nayza tiqamiz. Ikkita o'ldirar ekan. Mana bu yerda nimadir tushdi. Buni olaylik. Nima bu? Bu nima? Nightmare Essence degan narsa berdi bizga. Okay. Qani yana kim bor ekan? Nima bu? Bu nima bu? Bu kim bu? To'xtanglar, bu kim bu? Birodar, kimsiz siz? To'xtanglar, qoch. Men bu kim bu? Brat. Men oddiy qishloq deb o'ylabman. Buni oddiy qishloq deb o'ylabman. Bu oddiy qishloq emas ekan. O'ldir. Boyagi qorani o'ldirishimiz kerak. Qani, qochib ketib qoldi. Mana bu qo'yga qarang. Mana bu oddiy lama bo'lsa kerak-a? What the fuck? Og'zini ko'ryapsizmi siz? Siz og'zini ko'ryapsizmi? Og'iz ochilishiga bir qarang. O'tda. O'ldir. Buni ham o'ldiramiz. Mana bu qo'yga qarang. Shu bo'ladimi? What the fuck? Baqirar ekan. Bo'lishi mumkin emas, urar ham ekan. What the? Ikkita o'ldirib qo'yapti-yu. Kim uryapti meni? Baqirma! Yo'qoldi. Bizda ikkitalik kalla nimadir tushdi. Mana bu yerda qarang, mana bu sandiq bor ekan. Bu nima bu?
sandiq. Bashara sandiq. Kelyapti orqamdan sandiq. Sakretgan sandiqni ko'rganmisiz? Ha? Og'zi bor sandiqni ko'rganmisiz? O'ldirdik. Mana bu yerda qanaqadir tuxum berdi bizga, qani? Bu ham mana shunaqa ya. Uni oldiga umuman bormang. Uni oldiga umuman bormang. Maslahat bermayman borishda. Bo'lishi mumkin emas. Brat, siz qayerdan keldingiz? Qayerdan qochgansiz? Siz kimsiz? Muncha kattasiz. Mana bunga bir qarang. Boyaga. Obunachilar boyaga. O'ldirib qo'ymasin, men tovuq meni. Ajoyib. Nima qarang. Qanday? Qayerdan tug'ilyapsizlar sizlar? Uryapti. Mana bu oddiy sigir bo'lsa kerak-a? Hech ham oddiy sigir emas-da. Brat, nima bo'ldi sizga? Urar ekan. Yo'qol. Mana bunga siz bir qarang. Mana bu tovuqqa bir qarang. Kattaligini bile. Men g'alati narsa ko'rdim. Yerabdi artefakt. Qarang. Mana bu yerda qanaqadir qayiq bor ekan. Buni ko'zlari qani mana? O'ldirish kerak, bu ham yomon. Mana bu yerda oddiy qayiq bor ekan. Qani o'tiring qayiqqa. What the fuck? Qo'l. Bu ham yaxshi emas ekan, obunachilar. Bu ham yaxshi emas ekan. Oh shit. Qochib ketdi o'ldirib. Kim baqiryapti? Tovuq bilan ana urishyapti. Voy, galem urishyapti. KFCdan qochgan tovuq. Galem. Galem yutan. Urmaydimi? Yo'q, urmaydi ekan. Bu oddiy qishloq deb o'ylayapti. Qanaqasiga oddiy qishloq bo'lishi mumkin bu? Uyga kirolmaydi. Yo'qol. Mana bu yerda branya bor ekan. Olamiz. Okey. O'zimizga tez almas qilich yasa olamiz. Qani? Kim bor deb tashqarida? Obbo! Okey, obunachilar, biz oddiy nariga qishloqqa boramiz. Nariga qishloq bor edi, o'sha qishloqqa boramiz hozir. Ha, obunachilar, mana bu tomonda qishloq bo'lishi kerak. Hozir yoqqa boramiz. Uyni birinchi uy ko'rinyapti mana. Bu qishloq menimcha tinch degan umiddaman. Nimaga bu yerda ham kichkina bolachalar yig'layapti? Nima bo'ldi? What the fuck? Bu yerda menimcha hech narsa bo'lmasa kerak. Bizi tepamizda qarang, qanaqadir jon spam bo'lib qopti, mega mutant degan. Mana bunga urmaymiz, teginmasak biz ham teginmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Anita nima yuribdi? To'xtang, boraylik. U yerga boraylik. Nima bor? Bu yerda obunachilar nima bo'layapti? Nima kelyapti oldimga? Lazer otyapti. What the fuck? Atraliniya otdi bizga. Atraliniya urdi bizga. Ursak bo'ladimi buni biz? Hech bo'lsa ursak bo'ladimi buni biz? Oh shit. O'lamiz, o'lib qolamiz. Bizga atraliniya effektini otyapti. Atraliniya beskонечный atraliniya. Bo'lishi mumkin emas. O'ldirmash kerak. Biz buni o'ldirishimiz kerak. Qarang, hamma mutantlar birlashgan. Mob ekan bu katta mega mutant. Bo'lishi mumkin emas. Qani joni kam qol. Anita nima yuribdi? Okey, mana buni o'ldiraylik birinchi. Qani. Thomas Saz died deyapti. Nima kim o'ldi? Thomas anikimi? Bruzim o'ynayapman shekilli men bu yerni. Ozgina. Qani. O'ldirdik obunachilar. Oh shit, bizga mana bunaqa berdi nimadir. Bizga bu kerak emas, menimcha qani crown. Taqsak bo'lar ekan. Oh shit, bizda qanaqadir kuch paydo bo'ldi menimcha. Qo'yvar! Kimishni oldi meni hozir. Buni qarang. Nima bu effekt paydo bo'layotgan boshim ustida? Meni bosh kiyimim effekt ekan. Biz qanaqadir kuchli bo'lib ketdik obunachilar. Meni kim tortib olyapti? Voy, nima edi bu? Mana bunga qarang. Brat, kimsiz siz? Ana u nima? Mana u nima? Voy, pandami? Qani? Og'ziga bir qarang. Qo'shiq aytarkan mana bu. Oh shit, bekor urdim-da shu. Qani? Ozgina o'ldirdik. Yaxshi, bizni notan blok tush qanaqadir. Okey, ovqatlanamiz. Bu ham urarmikanmiz? Qani, boshini aylantiryapti. Xo'sh. Og'zi ursak, uradi, urmayapti, lekin bu bajarasi umuman yo'qmayapti menga. Mana bu yerda nima bor ekan? Qani? Bu armadillo. Mana bu armadillo. Oddiyda rahmat. Qo'yar. What the heck? Qo'yar. Qattan nima? Qanaqasiga? Daraxtni qo'yib qol. Bu ham shunaqa. Yo'q. Mana bunga bir qarang. Ey, kimsiz siz? Uradimi? Urmaydi ekan, lekin umuman yo'qmayapti bunaqa bo'lib yurgani bu yerda menga. Oh shit, bro, yo'qoling. Voy, og'ziga qarang, bu qurbaqa ekan. Qo'yar. Tort olyapti. Yo'qol. Run away deydi, qoch deyaptimi? What the heck? Men bodilam, ha? Oddilam emas. Og'zini ko'rdingizmi? Yo'q. Mana bu yerda meni ko'zimga nimadir tushdi. Mana bu creeperga bir qarang. Portlaydimi bu ham?
What the heck? Portlayotganman, portlayotgan. Biz boyagi o'zimizni kitobimizni olaylik, kitobimizni olaylik. Qaranglar. Biz nimalarni ochdik? Biz Void Walker mana bunaqa narsani ko'ribmiz. Qachon ko'rdik biz? E'tibor ham bermayapman-ku. Mana bu shunaqa yoqmayapti boshimga. Nimani o'zi? Mana bunaqa ko'rdik biz. Xo'p, bunaqani ham ko'rdik. Mana bu bratni ham boya ko'rdik. Biz jonini qarang. Joniga e'tibor bering, 100 ta ekan joni. Mana bunaqa narsani biz ko'rmadik. Menga afsuski, men bunaqa narsa bilmadim, ko'rmadik. Agar biz bilmagan holda ko'rib qolgan bo'lishimiz mumkin. Aynan suvda boya o'tayotganimizda. Menimcha e'tibor bermaganmiz. Qani yana nima bor? Ha, boya mana bu armadilloni boya ko'rdik biz, to'g'rimi? Mana bu boyaga mega mutant bu. Yo'may 400 lik bo'lgan ekan joni. Mana buni ham biz ko'rdik boya. Biz Turtle'ni ko'rmabmiz, zombini ko'rmabmiz, oddiy squid ko'rmabmiz, o'rgamchak bo'lgan ekan, yana skeletlar, bularni ko'rdik. Ship ko'rmadik negadir. Buni ham boya ko'rgan. Mana bu pandaga men vashshi qo'rqdim. Mana bu lama bor-ku. Mana bu vashshi o'ziga og'ziga tortilar ekan. Mana bu enderman ham vashshi qo'shiq aytib turar ekan qanaqadir. Va delfinni ham ko'rmadik. Creeperni ham ko'rdik, buni ham ko'rdik. Mana buni ham ko'rmabmiz. Shu bilan do'stlar, obunachilar, videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqanmasa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar xohlasangiz shu video 500 like yig'sa, men shu videoning ikkinchi qismini olaman va topmagan boshqa horror moblarimizni topib chiqamiz albatta sizlar bilan. Keyingi videoda ko'rishguncha